Hayotingizda qiladigan eng yaxshi tijoratni o'rgataman. Va bu biznesda, bu tijoratda siz hech qachon yutqizmaysiz. U ham bo'lsa, kichkina farzandlarimizga birinchi Fotiha surasini o'rgataylik. Birinchi namozini biz o'rgataylik. Birinchi masjidga biz olib boraylik. Allohni biz tanitaylik. Allohga qasam ichaman, shu farzandimiz umrini oxirigacha o'qiydigan har bir sura, har bir namoz, har bir masjidga borishi hammasi bizning hasanotimizga yoziladi. Bu oxirat tijorati bu. Oxirat biznesi bu. Bu fursatni boy berib qo'ymasligimiz kerak, ota-ona bo'lib. Boshqa birov o'rgatishiga qo'yib qo'ymasligimiz kerak. Mana shu narsaga haris bo'lishimiz kerak. Farzandimizni birinchi namozini, birinchi ro'zasini, birinchi Allohni tanishini, birinchi Fotiha surasini, birinchi solih amallarni birinchi o'zimiz o'rgataylik. Va ertaga u farzandimiz kimgadir o'rgatsa va o'zi umrining oxirigacha qilgan har bir namozi sizga borib turadi. Sadaqa ijoriya bo'ladi. O'sha hadisda kelgandek, bizni vafotimizdan keyin bizga amallar yetib turadigan yana bir narsa solih farzand hisoblanadi. Alloh taolo hammamizni farzandlarimizni solih qilsin va ularga to'g'ri tarbiya berishimizni Alloh nasib qilsin.